Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Ukraina dronlari Grozny City'ni vayron qildi. Kecha 5 dekabr kuni Ukraina dronlari Chechenistonning Grozny shahridagi biznes markaziga zarba berdi. Chechen ommaviy axborot vositalari hujum oqibatlarining dahshatli kadrlari bilan bo'lishdi. Grozny City majmuasidagi 145 metrli osmono'par bino o'zining avvalgi jilo va ko'rkini to'liq yo'qotgan. Bu haqda Stories Media xabar berdi. Majmua Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning rasmiy rezidensiyasidan atigi 1 kilometr masofada joylashgan. Zarba binoning o'rta qismiga berilgan. Bu yerda vazirliklar, mintaqaviy idoralar, saylov komissiyasi, ombudsman idorasi va neft sohasi bilan bog'liq tashkilotlar joylashgan. Shuningdek, Krepos Grozniya hududi ham zarbaga uchragan. Aynan qaysi obyektlar zarar ko'rgani hozircha noma'lum. Jabrlanganlar va qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Grozniy aeroporti uzoq muddatga yopib qo'ygan. Shu jumladan, ushbu binodan bir necha 10 metr masofada Federal xavfsizlik xizmatining hududiy boshqarmasi ofisi bor. Ukrainadagi monitoring kanallar aynan shu boshqarma dron nishoni bo'lgani, ammo u radioelektron kurash vositalari ta'sirida nishondan og'ib ketganini taxmin qilgan. Ma'lumot uchun, Grozny City kompleksi 2011-yilda ochilgan. Hozirda u jami 7 ta osmono'par binodan iborat. Oktyabr oyida kompleks 500 rubllik yangi banknot uchun ramz tanlash masalasida yuzaga kelgan mojaro markazida qolgandi. Grozny City Elbrus cho'qqisi bilan birgalikda ovoz berish jarayonida yetakchilik qilgan. Checheniston rasmiylari kupyurada osmono'par binolar kompleksi tasviri tushirilishi uchun qattiq uringandi. Yakunda Rossiya Markaziy banki katta miqdordagi soxtagarchiliklarni sabab qilib ovoz berish jarayonini bekor qilgandi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.